Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, yaxshilar? Hammalaringizga xayrli kun. Mana bugun chorshanba 22-aprel kuni Nurobod markaziy masjiddagi Hazrati Ali masjiddagi eng katta ishlardan bittasi travertin, ya'ni devorlarda travertin suvoq ishlari tugadi. Mana bu masjidimiz to'liq travertin toshdan bo'lgan, bu yoq ham travertin toshdan bo'lgan. Mana shu burchakdan boshlab mana travertin bo'yoqlari bilan ishlar yakunlandi. Hozir mana ustalarimiz yig'ilib hisob-kitob ishlarni tugatyapmiz. Bu mahsulotlarni to'liq mana shu Kattaqo'rg'onlik Baxtishod degan ukamiz boshidan oxirigacha qilib berdi. Shuni mahsulotini Ulug'bek degan yigit Kattaqo'rg'ondan ehson qildi. Bu qolganini bular ish haqisi bilan mana hisob-kitob qilib duosini olib jo'natyapmiz. Domla bir duo qilib berasizmi? Bismillah. Allah'ım kıyamette perverdigara başlayıcı şeyden kılın. Allah'ım şu meşgulün kılbaç ve kabul et ya. Allah şu perverdigara Allah'ım barka buluşu gelişmek diyenler var. Perverdigara bunu hamilik diyenler var. Ya Rabbi bunu istelerine şükretmeye ne kadar yaptılar. Bunu Allah'ın kabul etsin. Başarılarını kabul mahmuradla hasenler. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shu ihson qilgan Ulug'bekdan ham Alloh rozi bo'lsin. Barakat topsin.